Mirziyoyev o'ziga yangi tansoqchilar boshlig'ini tayinladi. Mavzuni muxbiringiz Abdulla Iskandar o'rgandi. O'zbekistonning sobiq prezidenti xavfsizlik xizmatining sobiq rahbari Muhitjon Tohiriy Davlat bojxona qo'mitasining raisi etib tayinlangani ortidan bo'shab qolgan o'ringa yangi rahbar tayinlangani ma'lum bo'ldi. Ayni paytda bu haqda rasman ma'lum qilinmadi. Ozodlik manbalariga ko'ra, joriy yilning 20-dekabrida prezident xavfsizlik xizmatiga sobiq rahbar Tohiriyning o'rinbosari tayinlangan. Yangi rahbarning shaxsi va uning xizmat yo'liga oid ma'lumotlarni Ozodlik o'rganmoqda. Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, Islom Karimov o'limidan keyin bir muddat prezident xavfsizlik xizmatining kamida 1500 xodimi faoliyatsiz qolgan edi. Biroq shu kunlarda kuchli qo'riqlangan prezident korteji yana ko'chada paydo bo'ldi. Prezident xavfsizlik xizmati mutlaqo yopiq tuzilma bo'lgani uchun uning tarkibidagi ehtimoliy o'zgarishlar to'g'risida ma'lumot olish deyarli imkonsiz. Lekin O'zbekiston prezidenti qo'riqlash tizimida ishlagan va ismi aytilmasligi sharti bilan Ozodlikka ma'lumot bergan manbaning aytishicha, xizmat qisqarmoqda. Bu xodimlar 15 kilometr uzunlikdagi prezident trassasini qo'riqlash bilan shug'ullanar edi. Har safar trassaga 500 kishi tashlanardi. Xizmatning 3 smena ekanligini nazarda tutsak, bu kamida 1500 kishi degani. Gitarachilar, cholg'i asbobiniga o'xshagan g'ilofda qurol ko'tarib yuradigan snayperlarga shunday deyiladi, bu hisobga kirmaydi. Hozir 200 ga yaqin odam, shu jumladan men ham ishdan bo'shadim. Xususiy qo'riqlash shirkati yoki bojxonaga ishga kirishga urinyapman, deydi suhbatdosh. Ayni paytda Mirziyoyevni qo'riqlayotganlar orasida marhum Karimovning qo'riqchilari borligi telekanallardagi tasvirlarda aks etmoqda. PKXga yaqin bo'lgan yana bir manbaning aytishicha, Mirziyoyev joriy yilning 2-sentyabridan 4-dekabrga qadar bosh vazir davridagi tansoqchilar tarafidan odatiy qo'riqlangan. Mirziyoyev prezidentlik lavozimiga o'tirgandan keyin rasmiy maqomni taqozo qiladigan qo'riqlash xizmati va boshqa tizimlar formatiga olindi. Prezidentning harakatlanishi ham shu formatga tushdi, dedi manba. Karimov o'lganidan keyin bir muddat ochiq turgan prezident trassasi deya ataladigan yo'ldan Mirziyoyev tushgan kortej harakat boshlagani kuzatildi. Prezidentning shahar tashqarisidagi Do'rmon rezidensiyasini shahar markazi bilan bog'laydigan trassa bo'yida istiqomat qiladigan toshkentlikning aytishicha, 19-dekabrdan boshlab Nukus va Afrosiyob ko'chalari militsionerlar tarafidan o'rab olingan. Ko'cha 3 oydirki tinchib qolgan edi, endi yana avvalgi holatiga keldi, deydi suhbatdosh. Uning aytishicha, Sharof Rashidov Shoh ko'chasi va Beshyog'och ko'chasi orasidagi Afrosiyob ko'chasining har ikki qismi avtomobillar harakatlanishi uchun yopilgan. Keyingi 3 oyda ochiq turgan bu ko'cha bir necha yil ilgari O'zbekistonning birinchi prezidenti xavfsizligini ta'minlash maqsadida yopib qo'yilgan edi. Toshkentlik mustaqil jurnalist Aleksey Valasevich o'z manbalariga tayanib, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Karimov davridan qolgan zirhli qora Mercedeslarda Karimov trassasidan yana yura boshlagani haqida yozdi. Huquq gazetasining 29-dekabr kuni yozishicha, Namangan viloyatida joriy yil may-oktyabr oylarida meva-sabzavot mahsulotlarini eksport qilish rejasi bajarilmagan. Bosh prokuratura boshqarma prokurori Murodiljon Mo'minovga ko'ra, bunga ekinlarni parvarishlash va g'alladan bo'shagan maydonlarga takroriy ekinlar ekish, eksport ko'rsatkichlari bajarilishini tizimli tashkil etishda qator kamchiliklarga yo'l qo'yilgani sabab bo'lgan. Meva-sabzavotni eksport qilish bo'yicha belgilangan reja bajarilmagani va boshqa holatlar sababli Namangan viloyati Kosonsoy, Uchqo'rg'on va Chortoq tumanlari hokimlari 16 nafar fermer xo'jaligi rahbari ma'muriy javobgarlikka tortilgan. 38 nafar mas'ul shaxs bu borada qonun buzilishiga yo'l qo'ymaslik xususida rasman ogohlantirilgan, deb yozdi Huquq gazetasi. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida bir oilaning 3 vakili, 2-guruh nogironi Abdug'ani Qiyomov va uning 2 o'g'lini otib qochgan jinoyatchi ushlandi. Bu haqda Posta gazetasi 24-dekabr kuni xabar qildi. Ma'lum qilinishicha, Qiyomov farzandlari Jamshid va Jasur bilan o'ziga qarashli qurilishi tugallanmagan binoda ishlayotganida notanish mashina kelib to'xtagan. Gazetaning yozishicha, mashina haydovchisi va yo'lovchi ulovdan tushib yo'l chetida tahoratini ushatgan. Shunda 2-guruh nogironi Qiyomov notanish odamlarga tanbeh bergan. Mazkur tanbeh bois ikki o'rtada janjal chiqib, notanish yo'lovchilarning biri yonidan o'qotar qurol olib, ota va uning 2 o'g'lini yaralaydi va qochib ketadi, deb yozadi Posta gazetasi. Militsiya xodimlari 3 kishini o'qqa tutgan shaxs Shahrisabz tumani Xo'ja Xuroson qishlog'ida yashovchi Q.F. ismli shaxs ekanini aniqlagan va uni qo'lga olgan. Mazkur jinoyatchiga oid boshqa tafsilotlar ochiqlanmadi, deb xabar qilmoqda gazeta.
2017 yil 1 yanvardan kuchga kiradigan tartibga muvofiq O'zbekistonga chetdan olib kelinadigan va O'zbekistonda ishlab chiqariladigan dori-darmon vositalari hamda tibbiyot buyumlari cheklangan savdo ustamalari asosida sotiladi. Bu haqda Darakchi gazetasi 29 dekabr sonida yozdi. Yangi tartibga ko'ra, dori-darmon vositalari ulgurji savdoda sotib olingan qiymatidan 15% dan ortiq bo'lmagan miqdorda, chakana savdoda esa ulgurji narxidan 20% dan ortiq bo'lmagan miqdorda sotilishi mumkin. 2017-2018 o'quv yilidan O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga hujjat qabul qilish muddati 15-iyundan 15-iyulga qadar bo'ladi. Bu haqda bir qator matbuot nashrlari Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markaziga tayanib xabar berdi. Yangi tartibga ko'ra, oliy harbiy ta'lim muassasalari test sinovi 5-iyul kuni o'tkaziladi. Qayd etilishicha, bu o'zgarish abituriyentlarga qulaylik yaratish va ta'lim muassasalarini test jarayoniga barvaqt tayyorlash maqsadida amalga oshiriladi. Turizmni rivojlantirish oshkoralikdan boshlandi. Mavzu Abdulla Iskandar nigohida. 28 dekabr kuni O'zbekiston mehmonxonasida soha rahbarlari ishtirokida bo'lib o'tgan davra suhbatida sayyohlik sohasini rivojlantirishni tezlashtirish yo'lida to'g'anoq bo'layotgan muammolar haqida ochiq oydin gapirildi. Oliy Majlis Senati raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safayev, Turizmni rivojlantirish qo'mitasining yangi tayinlangan rahbari Anvar Sharapov ishtirokidagi bu majlisda Rossiya va Qozog'istonlik turistlarni O'zbekistonga jalb qilish masalasi ko'rilgan. Ayni majlisda ichki turizmni rivojlantirish masalasi ham ko'tarilgan. Londonda chop qilinadigan Financial Times gazetasining 27 dekabr sonidagi redaksion maqolada Buyuk Ipak yo'lidagi qadimiy shahar Samarqand dunyo turistlari uchun 2017 yilda joziba markazi bo'lib qolayotgani haqida aytiladi. Bu maqola e'lon qilingandan bir kun o'tib Toshkentda bo'lgan davra suhbatida mulozimlar turistlarni jalb qilish uchun davlat dasturi ish boshlaganiga e'tibor qaratadi. Turizm sohasi bilan shug'ullanadigan samarqandlik tadbirkor Ravshan Hazratqulovning aytishicha, narx belgilash masalasida davlatning aralashuvi foyda keltirmaydi. Shundoq ham arzon qilib qo'yganmiz, undan ham kamaytirsak bankrot bo'lamiz. O'zbekistonga turist kelishini ko'paytirish uchun davlat qiladigan ishlar bor. Masalan, registratsiya muammosi. Turist o'zi yashagan shaharga 3 kunga registratsiya qilinadi xolos. Mehmonlar Urgut tumanidagi ziyoratgoh yoki Nurobod tumanidagi Hazrati Dovud g'origa borsa, bu 3 kun yetmaydi. Qayta registratsiya qilish kerak. Bundan tashqari gaz va elektr o'chmasligini ta'minlash lozim, deydi suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan Buxoro va Xivadagi tur operatorlar sayyohlarni hurkitayotgan omillarni sanashdi. Buxoroning Sitorai Mohi xossa majmuasiga turistlarni olib boradigan Asad Salomovning aytishicha, sayyohlarning asosiy e'tirozlari yo'l va infratuzilmalarning past standartda ekanligi, mahalliy gidlarning ingliz tilini yaxshi bilmasligi va kredit kartadan pul yechib olish kabi muammolarni o'z ichiga oladi. Bu muammolarni biz yecha olmaymiz. Bu muammolarni davlat yechishi kerak. Biz turistik shirkat o'laroq sharoitlarni yaxshiladik, avtobuslarni yangiladik, mehmonxonalar ta'mirdan chiqdi, shofyor va gidlarning choychaqa so'rab tilanishiga barham berdik, lekin bankomatni pul bilan to'ldirish qo'limizdan kelmaydi, deydi tadbirkor. Turistlarni O'zbekistonga jalb qiladigan 3 ta shahardan biri Xiva markazidagi Arqonchi mehmonxonasi egasi ismi aytilmasligi sharti bilan muammolarni sanadi. Masalan, geçten İçanqalon aylanib bo'lgan kechki restoranlarimiz ilik, освещение yo'qroq, kechqurungi maishiy xizmat nalarimiz kam. Turistlar borib kechqurun kofe ichib o'tirib, bir-biri bilan suhbatlashish, narsa kelib ko'rsangiz, kechqurun masalan 9 dan 10 dan keyin mezmi svet o'chadi, Ichanqalonda odam ham bo'lmaydi, inson ham bo'lmaydi, hech nima bo'lmaydi. Turistlar gостиницаga kelib yotadi, bizga yotgani kelganimiz yo'q bu yerga, aylangani kelganmiz deydi. Shuning uchun maishiy xizmatlarni ko'paytirishdilar. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu aytilgan muammolar yechimi borasida ish olib borilmoqda. Oliy Majlis Senati raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safayev aeroportni o'zidayoq viza rasmiylashtirish dohil bir qancha qulayliklarni joriy qilinishini davra suhbati chog'ida va'da qilgan.